Chiroylilarim, bugun men sizlarga morojniy quritilganini sizlarga obzor qilib beraman. Buni ta'mi juda ham sizlarga yeyila keladigan darajaga yaxshi emas, qimmat emas. 10 mingmi, 15 mingmi? Yo'q. 50 mingmi shuni turash. 500 grammi 200 ming. Yo'q, siz qimmat joydan olgansiz-da, qo'yganlaringiz ishlamay. Bu 70 mingmi mana shu turishi. Chiroylilarim yaxshi bo'lsin. Buyursunmi? Yo'q, yemam. Yigit kelibdi-ku. Yo'q, men yeb to'yib bo'lganman. Nima? Yemayman. Men tayizga berasiz, xijolat bo'laman. Yaqinroq keling. Shokoladlisi. Menga o'xshaydi. Nimaga o'xshaydi? Qizlar, bu narsalar internetga ko'rib yig'iz kelib, shunaqa qiynalayotganlar ta'mi bitta ham yaxshi emas. Endi voy deb video uchun meni qilasiz, to'g'risida. Men bu quritilgan qulupnay bor, o'sha. Men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Men buni taksikozlar etsanglar, mana shunchasini beraman. Tez kommentariyga yozinglar, yig'iz kelganlar. Chunki menga juda ham unaqa yaxshi ko'rmadim, shirinligi kam ekan. Men sizlar bilan har doim birga, o'zimdan ham ko'p bola chiroylilarim.